Sizlar bilan bugun biz mass sinfi haqida gaplashamiz. Keling, biror bir matematik funksiyadan dasturimda foydalanmoqchiman. Buning uchun nima qilishim kerak? Avvalo, mass static klassini yozishim, undan so'ng nuqta qo'yishim kerak. Ko'rib turganingizdek, mass sinfining ichidagi mavjud funksiyalar chiqyapti va ushbu funksiyalardan ixtiyoriy birini tanlab ishlatishim mumkin ekan. Misol uchun, biror bir sonning ildizini topmoqchi bo'lsam, u holda men sqrt funksiyasidan foydalanaman va argument sifatida funksiyaga biror bir sonni berib yuborishim mumkin. E'tibor bering, bu funksiya natijani hisoblayapti, ya'ni 16 ning ildizini. Tabiiyki, ushbu funksiyaning natijasini men biror bir o'zgaruvchiga saqlab qo'yishim kerak. Ammo ko'rib turganingizdek xatolik paydo bo'ldi. Ushbu xatolik sqrt funksiyasi natijasi int emas, balki double turida ekanligi va double turdagi ma'lumotni int turidagi a o'zgaruvchisiga joylashtirayotganimdan ekan. Bu xatolikni oldini olish uchun a o'zgaruvchisini double turida, ya'ni haqiqiy son turida deb e'lon qilaman va xatolik yo'q bo'ldi. Ekranga chiqarib ko'radigan bo'lsam, u holda ko'rib turganingizdek 16 sonning ildizi chiqyapti. Yana bir funksiya bilan tanishamiz. Biror bir sonni yaxlitlamoqchi bo'lsam, u holda round funksiyasidan foydalanaman. Round funksiyasi argumentda ixtiyoriy sonni olishi mumkin. Misol uchun 3.6 beradigan bo'lsam va ekranga b o'zgaruvchisining qiymatini chiqarsam 4 chiqyapti. Nega? Chunki 3.6 sonini yaxlitlaganda 4 chiqadi ekan. Aksincha, ushbu holatda 3.2 yozganimda edi va dastur 3 sonni chiqarardi. Ya'ni yaxlitlash jarayonida son kasr qismi 5 yoki unga teng bo'lsa, u holda 4 undan kichik bo'lsa 3 chiqadi ekan. Mass sinfining ichidagi POV funksiyasini ko'ramiz. POV funksiyasi biror bir sonning darajasini topishga yordam beradi. Misol uchun 2 sonining 3-darajasini topmoqchiman. 2 ni o'ziga 3 marotaba ko'paytirish degani. Demak, natijani ekranga chiqaradigan bo'lsam, u holda natija 8 ga teng ekan. Odatda matematik formulalar bilan ishlash jarayonida bizga pi ko'rinishdagi kattalik kerak bo'lib qoladi. U holda ushbu ko'rinishda yozishim mumkin ekan. E'tibor bering, pi so'zdan so'ng qavs yo'q, ya'ni bu funksiya emas, miqdor. Biz ishlatayotgan c yoki a ko'rinishidagi o'zgaruvchilar kabi. Faqat bu konstanta, o'zgarmas miqdor. Ekranga chiqarib ko'radigan bo'lsam, u holda pi sonining qiymati chiqyapti. Matematikadagi sinus yoki cosinus yoki tangens funksiyalaridan ham foydalanishimiz mumkin. Misol uchun sinus funksiyasini ko'radigan bo'lsam, argument sifatida burchakni radianda berib yuboraman va sinus taxminiy hisobda pi da nechaga teng ekanligini ko'ramiz. Sinus 3.14, ya'ni deyarli pi da 0 ga teng ekan. Mass sinfining ichida yana bir max funksiyasi ham mavjud bo'lib, max funksiyasi argumentda berilgan sonlarning, ya'ni ikkita sondan kattasini topishga yordam beradi. Va ekranga chiqaradigan bo'lsam, g ni
u holda 5 va 6 sonlaridan kattasining qiymatiga teng bo'ladi va natijada ekranga 6 chiqyapti. Va xuddi shu funksiyaning teskarisi ham mavjud. Ya'ni min funksiyasi, bu funksiya ikkita sondan kichigini aniqlashga yordam beradi va ekranga chiqaradigan bo'lsam, ko'rib turganingizdek 2 soni ekranga chiqyapti. Keyingi funksiyamiz mass sinfining ichidagi abs funksiyasi hisoblanadi. Ushbu funksiya berilgan sonning modulini qaytaradi. Ya'ni agar siz musbat son bersangiz, u holda musbat sonning o'zini, agarda argumentga manfiy son bersak ham uni musbat ko'rinishda qaytarib beradi ekan. Mass sinfining ichidagi funksiyalardan yana biri log funksiyasi hisoblanib, bu matematikadagi logaritmni hisoblashga yordam beradi. Misol uchun 8 soni 2 sonining nechinchi darajasi ekanligini topmoqchiman va ekranga chiqaradigan bo'lsam, u holda 3 demak 8 2 ning 3-darajasi. Mass sinfida yana bir muhim funksiyalardan biri floor funksiyasi hisoblanib, ushbu funksiya argumentga berilgan haqiqiy sondan kichik bo'lgan butun sonni qaytarib yuboradi. Dasturda ishlatib ko'radigan bo'lsam 9, ya'ni 9,2 dan kichik butun son 9 ekan. Agarda bu 9,9 bo'lganda ham ekranga 9 chiqqan bo'lar edi. Ya'ni floor funksiyasi yaxlitlashga o'xshash, ammo kami bilan yaxlitlash hisoblanadi. Va xuddi shu funksiyaning teskarisi ham mavjud bo'lib, bu funksiya ceiling deb nomlanadi. Argumentga biror bir son berib ko'ramiz va dasturni ishlatadigan bo'lsam 9. Nega? Chunki ceiling funksiyasi argumentga berilgan haqiqiy sondan katta bo'lgan va unga eng yaqin butun sonni qaytaradi ekan. Agarda bu 8,3 emas, balki 8,9 bo'lgan taqdirda ham 9 ni qaytargan bo'lar edi. Matematik funksiyalar va qiymatlarni o'zida jamlagan mass sinfining asosiy funksiyalari shular edi.